hozirgi yoshlar, ya'ni ko'p menda ham bo'lgan vaziyat. Birinchi navbatda biron bir narsani o'rganaman desangiz, aslida vaziyat to'g'ri kelmaydi. Ya'ni vaziyat ham to'g'ri kelmaydi, sharoit ham. O'shanda hech qanday ilojingiz qolmaydi. Nima qilishni ham bilmay qolasiz. Ko'plar bilasiz, kurslarga borib yuradi, IELTSga tayyorlanib yuradi. Yoshlar ularda sharoiti bo'ladi, lekin ba'zilarda esa ishga chiqishga majbur, oilasiga qarashga majbur. Ya'ni biron bir narsa o'rganaman desa, u qo'ldan kelmaydi, chunki pul topish kerak. Eng to'g'ri vaziyat ertaroq tushunish kerak. Yaxshi hayotga qadam qo'yish uchun maktabdan ertaroq tushunish kerak. Bu narsani ko'pchilik ham tushunavermaydi, chunki hamma yoshlikda o'yin qaroq bo'ladi, chunki hamma ham tushunavermaydi. Lekin qanchalik ertaroq tushunsa, o'sha yaxshi. Maktab vaqtidagi davrni bekorga o'tkazmasa. Agar institutga kirsa, bu yana ham yaxshi. Institutga kirsa, agar sharoit bo'lsa, o'qisa, yana plyus bo'ladi, yana biron bir narsani o'rganishga imkoniyat tug'iladi.